Oyijon, yangi kelinman, sizga aybim yetmasam bo'lmaydi. Qo'lim sal qiyshuvroq. Ha, mayli, davolatamiz kelin. Yo'q, o'g'riroqman demoqchi edim. Voy, buni onasiga aytish kerak, tezroq qani telefonim mani. Mana Voy, kirlarni yo'q-ya. Kir mashina qani? zo'r kir mashina qo'shni ozgina ishlatilgan, lekin olsangiz baraka topasiz. Akkumulyatorni o'g'irlashibdi. Bo'pti, o'zim ishga tashlab qo'yaman. Yo'q, kerak yo'q, internetda eski akkumulyator zakaz qilganman. Alo, akkumulyator bormi? Da, bor. Qayoqqa dastavka qilish kerak? Tayyor turibdi. Qo'shni Spirgilan o'g'irlab ketuvdim, qaytarib olib keldim. Shuni so'rab olib ketsangiz ham berardik. Men o'g'ri bo'lsam ham birovning haqqini yemayman. Ertaga plisos qaytarib berib, ventilatorni olib ketaman. Bugun mahallamizdan eng kelinlarda intervyu olamiz. Nima ish qilasiz? O'g'riman. Qaynonalarning qalbini o'g'irlasangiz kerak-a? Oyjon ko'chadan mikrofon topib oldim. Nimaga ishlatsak bo'ladi buni? Konstavar qayerdan keldi? O'g'irlab keldingizmi, kelin? Yo'q, oyjon bozorlik ilovasidan oldim. Bularni konstavar bo'limidan istalgan konstavar mahsulotlarini topishingiz mumkin. Faqat konstavarmi? Menga kerakli narsalar yo'q ekanmi? Oyjon bu yerda oziq-ovqat, maishiy buyumlar, go'zallik, gigiyena vositalari, uy ro'zg'or buyumlari, sayohat va hayvonlik uchun narsalar bor. Bozorga borishdan oldin bozorlik ilovasi orqali kerakli narsalarni ro'yxat qilib, juda tez va oson xarid qilasiz. Yana qo'shimcha ro'yxatda oila bilan ulashsangiz ham bo'laveradi. Oyjon, uzr, mana hamma o'g'irlagan narsalarimni joyiga qo'yib qo'ydim. Mayli, muhim boshqa takrorlamasangiz bo'ldi. Shu ishingiz uchun sizga tilla o'ziga olib qo'ydim. Mamnuniyatmi oyjon? Kelin! Berishingizni bilardim. Men shuncha o'zim bilib ovurdim. Zo'ra. Kelin, mendan berkitib nima yeyapsiz? Voyda! Kelinimni boshiga pichoq tiqib ketishdi. Yo'q, qilmang oyjon, bu haqiqiy emas. Kelinlik fokusni ishga tayinlamoqdim. Ko'cha supurishim kerak. Ertaga sirkim bor. Mayli ochiladi. Zebo kim senga lapatga tiqib ketdi? Xotirom, men bu yasalgan. Seriozmi? Da, mana qarang, mana qarang. Kelinni kashligida necha pul bor ekan ko'raychi. Kelin turing, bitta fokus ko'rsating. Oyjon, yarim kechasi nima kerak sizga? Menga emas, mahalladagilarga. Sizni fokuslaringizga toksikoz bo'lib qoldim-da. Mendan berkitib chips yeyaptimi? Voy! Ikkinchi birovni chipsiga tegmayman. Qarang, ichida hech narsa yo'q, lekin bundoq qilaman, ichidan quyon chiqib keladi. Qanaqa qilasan buni? Quyonga buni 6 yil o'rgatganman. 6 yil. Boshingiz qazg'oq bo'lib ketibdi-a? Ha, qazg'og'imdan fokus qilib yo'qota olmaysan. Reserve bor-ku. Ha, bu haligi ko'zli shampuni. Imini ko'kini siz ishlatsangiz, bosh teringizni davolab, qazg'og'ingiz ketishiga yordam beradi. Yashili bo'lsa yog'li sochlar uchun, qizili bo'lsa chustительный sochlar uchun. Ayniqsa bulardan keyin konditsioner ishlatish kerak. Boshi konsert tagida tursa shamollaydi odam. Men bu konditsioner aytmayman. Hech bunaqa go'sht yemovdim. Va shirin ekan. Nimani go'shti, ona? Quyon go'shti. Kelin ishlamasidan quyon topib oldim, qochib ketmasin deb shartda so'yib qovurib oldi. Necha yil o'rgatding quyonni, Zebo? 6 yil. Ha, 6 yil umring ha. Bu nima jinnalik? Uzr oyjon, men Hindistonda katta bo'lganman-da. O'zini begona his qilmasin-da, Hindiston milliy urf-odatlarini bajarib olmasa-da. O'ylab qarasam, sizlar sigirga umuman mehr bermas ekansizlar, shuning uchun o'zim chiroyli qilib yasatib qo'ydim. Nimaga meni kiyimimni kiydirib qo'ydingiz? Voy, qaytib kiysiz omad keltiradi. Zebo, ish qilib bunga oyog'ing tiqmaysan-a? Yo'q. Ha, yaxshi. Oyoq tiqiladigan ovqat kecha qilib berdim, maza qilib oldinglar. Zebo, o'zi ham xonamizda ilinmagan bitta shu ot taqas qopti-da. Hozir borib ilib kelaman. Bo'ldi, shart emas. Buni nimaga ko'tarib olding? Bugun Diwali bayrami. Ha, mayli. Bir kunlik bayram o'ta, keta. Tinchlikmi, Zebo? Bugun xulli bayrami-yu. Har kun bayram ekanda sizda? Ha, ertaga mol tezagim bir-biriga otish bayrami. Go'ngnimi? Ha, yo'q qoli. Achchiqqina ovqat yegim kelyapti-da. Oyoqlarim o'ynatib Panjob milliy taomlaridan qilib beraymi achchiqqina? Yo'q, shartmas, rahmat. Shirin chiqardi. Sani ham bir ishingni ko'raylik, men bu kiyimlarni tozalab yuvchi. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Tentak nima qilsan? Aslida Ganga daryosi yo'q ekan, shuning uchun tozaroq daryo topib yuborurdim. Bizda bavi degan narsa bor-ku, tog'oraga bavidan solasan, keyin issiq suv solasan, keyin kiyimlarni solib ivitib qo'ysang 1 soatga. Undan so'ng kir moshinaga chay borsang top-toza bo'ladi. Ha, unda bitta cho'milib olaylik, toza ekan u suv. Uyingizda mazalari yo'q. Ketadigan bo'lib turibdilar. Men mahallaga chiqib kelay, tayyorgarlik ko'rib turay. Tayyorgarlik? Kelin, tayyorgarlik ko'ring dedim-ki, nima qilyapsiz? Tayyorgarlik ko'rdim, bu jonan tayyor qaysi daryoga yo'qizamiz endi. Nima yurishyapsizlar? Buving erga tegarmishlar. Voy, erga tegishga nima bor? Ha, bo'ldi, uzatmay o'zinda sizni. Voy, jibi, sochida kelyapti. Qani keling mehmonlarga choy quying.
Kelin qudalarga bir kulib turmaysizmi? Unda kelinda sarpasini yig'ishni boshlaymiz. Oy sarpani nima bunaqa qildingiz? Kelinga nima kerak bo'lsa, o'sha narsa qo'yiladi-da sarpasiga. Mana qara, dorilarni soldim, kafallik ham soldim, qo'ltiq hassa. Mana kerak bo'ladi, davlat yo'l chizganlarni olib chiqatdim. Voy, bu birinchi o'rinda kerak qizim. Qani bir salom qiling kelin. Ko'p yashang. Bo'ldi, bitta cholga oqib qolmang buvi. Qo'li tushsam, hayajonlanib ketyapman. Voy, bu protez qo'llari tabiiy sinishi undan ham zo'r. Voy, otdiysiz, ketdingiz zaksga. Zaksga qanaqa mashina gaplashdinglar? Endi zaksdan ko'ra nariyoqqa sizlar yaqinroq bo'lib turibsizlar, shuning uchun skoriy mashina gaplashdim. Nimadir bo'lib qolsa, sraz больницаga ketib turamiz, a? Kuyov bola nikoh uzugini taqavering. Bittasini ko'zi o'tmayapti. Bittasini qo'li qaltirayapti. Sizlarga to'yana qilib 7 yillik tajribaga ega Iskandar Buildings'ning Yunusobod tarafdagi mezbon loyihasidan xonadon uchun bosh to'lov qilib, qolgan qismini 5 million 700 ming so'mdan to'lab borish imkoniyati bor ekan. Shu imkoniyatdan foydalanib xonadon xarid qildim. Bir xonali. Loyiha hozir 15-qavatgacha ko'tarilgan. Bo'lmasa, gul otish marosimini boshlaymiz. Qaraganda uyga tegishlatim yo'q. Voy, adi o'zini Bularga beraymi? Balo bor ekanmi bugungi 70 yoshli erga tegib? Qani yur xabar olaylik. Buvi! Voy, xush kelibsizlar. Buvi, siz 70 yoshda qanaqa? Eng chiroyli ayol bu homilador ayol, tushunarlimi? Nimaga boshqarong'i bo'ldingiz? Mashina haydashga? Sizni proviz yo'q-ku. Voy, zo'r ekan. Qizim, qaraganda buvini faqat gap so'z emas, taksi ko'zi ham betib turib bo'lar ekan-a? Ye, cholis keldilar. Voy, buni qara qochadi, kutib olishim kerak. Bizni sevgimiz boshqa Men bilan sizga. qo'ysinlar sevishaylik. Shunda bu kelin salom-da-ya. Yo'q, bu kampir salom qizim. Qo'lingizni bering, yuring. O'zim sizga dimlamalarni dimlab, kartoshkalarim bilan bir mazali o'tirib ovqatlanaylik. O'ziz Chol, protez qo'lim olib ketib qoldingizmi? Buvi, kirlaringiz ko'payib ketdi. Yuvishga qiynalmayapsizmi? Bavi boru. Ye, siz ham bavi ishladasizmi? Buni tog'oraga solib, ustidan qaynosiz solib, och kiyimlarni sovurib, yarim soatdan keyin yaxshilab chayib yuborsangiz, dog'larni yo'qotib, oppoq qilib beradi-ku. Aytgancha bu Germaniya mahsuloti. Qizim, shu gaplarni hozir gapirganingga necha pul ishlading? To'g'risini ayt. Birovni pulini hisoblamasdan mazaq ishlatsangiz joyi. Zebotur radomga boramiz, xolali bo'psan. Qanaqa men o'zimdan katta odamli bo'laman? Bu vin tug'ibdilar. Voy, buni shirinligini qalaysan? Ey, xolani sallama, bu meni singlim. Voy, xolajonim, siz o'zim katta qilar ekanman-da. Sir bo'lmasa endi buni ismini nima qo'yasizlar? Endi shu yoshda bolali bo'lish o'zi bir mo'jiza, shuning uchun mo'jizaxon qo'ying. Bizni sevgimiz boshqacha bilib qo'ysinlar. Qani kelin pasha qo'shlarga bir kelin salom. Voy, ayiqlardan kelin qilsalar-da, ha? Uzr oyijon, kelincha kiyimimni kiyishga ulgurmadim. Shoshotdim ishga. Endi yangi kelinsiz, eringiz chiroyli kiyimlaringizni kiyib kutyapti. Xap bo'ladi. Men keldim. Assalomu alaykum. Nimasiz? Eng chiroyli shu-da, oyijon, eng qimmati yana shu. Ertaga onamni tug'ilgan kunlari ishxonadagi animator o'rtoqlaringni olib kelib bir chotka qilib nishonlamaymiz?mi? Bo'ldi, yuz qilamiz. Oyijon, tug'ilgan kunlaringiz bilan umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat. Voy, mana buni shirinligini qaranglar. Voy, buni ichida kim bor ekan? Voy, erkalarishlaringdan aylanib ket. Voy, yuli. Anaqa o'zi ko'pchilik buni ichida chiroyli odam bor deb o'ylaydi. Voy, men ham bitimni to'kib o'ynagim kelyapti-yu, uyalyapman-da. Yeslicho mashinada ikkita ayiqchalik kiyim bor, oyijon. Bizligimizni hech kim bilmayapti, kelin. Avvalda to'ying yur, oyijon. Biz tekshiruvdanmiz. O'g'rilik bo'lgan. Hamma yuzini ochsin. Kelin, tushing, foydasi yo'q. Ikkalamiz hech maskayni. Sharmanda bo'ldingiz, oyijon. Ikkalamiz ham birga sharmanda bo'ldik. Nima qilyapsan, Zebo? Ishimni yig'ishtiryapman, bolamni o'yladim. To'g'ri qilibsan bolani o'ylab. Men bo'lsam, seni o'yladim. Nima bu? Mana! Bo'ldi, yopamiz. Senga hayajonlanish mumkin emas. Doktor Amitga hayajonlansangiz tug'ib qo'yasiz. Tug'olmasam ko'rsatasiz. Va nihoyat bugun kelinim bilan biramni olib chiqaman. Umarovning otasi kim? Amanman, lekin oyisi qani buni?
Mana bitta-ku. Qanday 500 ming yonimizga qolsin deb o'zim kutib olishga chiqdim. Umarov foizi zo'r. Ha, kelinni qurtib bor ekanda. Voy uzr oyijon, 10 yil raqsga borganman, qo'shiq eshitsam o'ynab ketiraman, eshitmasam tura olmayman. Bir sinab ko'raylikchi buni. Oyijon, choy. Oling oyijon. Uzr. Olib kiring mehmonlarga. Xush kelibsizlar. Alo. Ha, likillamay o'ylab bor yo'q-ku. Oyijon, stolimiz oddiyroq bo'lib qolganki, ovqatga ham masalliq kerak. Kakras korzinkaga boraylik-da, yuring. Hozir korzinkada keshbek kunlari bo'lib o'tyapti. Endi dushanba, seshanba, chorshanba kunlari korzinka plus kartasi bilan katta keshbek olsangiz bo'ladi, kelin. Keshbek ma'lum bir turdagi hamma mahsulotlarga beriladi. Har kuni mahsulot turi ham, keshbekning miqdori ham o'zgarib boradi. Aytgancha yig'ilgan keshbeklarni 30 kun ichida keyingi xaridlar uchun bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Bu katta keshbek kunlari korzinka mahallada ham amal qilarmikan? Aha, korzinka go orqali uyga buyurtma bersangiz ham bo'laveradi. Menda korzinka plus kartasi yo'q, endi nima qilsam bo'ladi? Unda kartani Telegram botga kirib, bitta tugmani bosish bilan olsangiz bo'ladi. Zo'r bozorlik qildik. Nimasini aytasiz, kelin? Ye, kelin. Ye, cher emas bu qiziqishga bu. Ye, buni qimil. Ha, kelin o'ynang, bozorlik qilamiz, keshbek olamiz, o'ynang, kelin o'ynang. Bu nima Xitoycha kiyim bo'lgan? 14 yil Xitoyda yashaganda o'rganib qolgan. Voy, obedga nima ovqat qilarkan-a? 一阳之味道，仔细东来。 Bolam xotini ovqat qilmasin. Xo'p, Zebi 14 yil Xitoyda yashab, o'zbek sho'rvasini sog'ingansan. Men qoshiqda ol sho'rvadan-chi. Nima cho'p deyman? Suvini-chi? Xotin ham burchaydi, nima qilyapti? Bu yerda kalamushdan boshqa hech narsa yo'q-ku. Zebo! Xitoyda yashagan degani kalamushni ham yevoraveradi degani emas-ku. Lekin men yedim. Kelin, nimalar yeysiz? Qiziqdim-da. Birinchi ovqatga buni solamiz. Keyin nordonroq achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Keyin yana ham achchiq bo'lish uchun bundan solamiz. Yana ham achchiq bo'lish uchun buni ham solamiz. Oling. Ana, osh qilishni ham o'rgandingiz. Endi ustiga go'shtlarni soling-da, olib chiqing. Xo'p bo'ladi. Marhamat, osh bo'lsin. Abi ham go'sht-ku. Ya kelin, qozonni ham tozalab yumabsiz-ku. Yaxshi tozaladim, u ketmadi-da. Kim tozalaydi buni? Bo'ldi, janjal qilmanglar. Mana bu bavi degan narsa bor, oyijon. Buni tog'oraga 2-3 qoshiq solib, issiq suv solib, keyin o'sha idishlarni solib yutib qo'ysangiz, 10 daqiqadan keyin sovuq suvda chayib olsangiz, top-toza bo'ladi. Bu allergiya bermaydi. Uni ustiga bu Germaniya mahsuloti. Mana kelin bo'larkan, krevetka, haligi 8 oyoq qilmasdan mana shunaqa go'shtlardan pishirib bersangiz. Qo'shni, mushugimni ko'rmadinglarmi? Topolmayapman, sog'inib qoldim-da. Sog'insiz ertaroq yemaysizmi? Hozir yeb tugatding. Shunda adis andijonlik oyiz Buxorodan ekanlar-da. Men Qashqadaryodanman. Qanaqa? Ya, buvim bilan turganman-da. O'shanga biz tez-tez viloyatga chiqib turamizda, qarindoshlar ko'p. Bacham Buxoroga ketdik, jiyanim to'y qilibdi. Ana, ko'rdingmi, ketdik. Ishkan bo'zi shavat, amma xola ro'zi shavat. Ishkan. Qanday Buxoroni to'yi yoqibdimi? Ibizur, tezur bila. Devonacha. To'xtash. Ketdi Anjanga. Ukam xotini jijjilabdi. Ketdi to'yga, ketdi. Xayriyat keldik. Kimini alishtir 2 soatdan keyin Qashqadaryoga ketamiz. Kattam tug'ilgan kunlar ekan, bor. Aytgancha yo'lda to'xtamaymiz. Ha, o'sha o'rganib qoldim, o'zim bilan ovqat ham oldim. Kelin kiyimizni almashtiring, bebiz mazalari yo'q ekan, ko'rib kelaylik. O'zingizlar boraverasizlar taksida. Kelin bir haftadan keyin hamsiyamiz to'y bilan. Uni ham olib kelaman, haymi? Mosa o'siramasdan tez-tez kiyinish, akam to'y qilyapti. Ashaqa ketamiz. Hech bo'lmasa ovqat yeb olaylik, qornim itday och. Vaqt ketadi-da. Yo'q, ketmaydi, mana chef bor-ku, tez tayyor bo'ladi. 3 xil tamligi bor. Bo'lmasa sirligidan tayyorlang.
Menga indekali bo'la qolsin. Ot go'shtligi ham bo'ladi. Uni ustiga mazasi ham zo'r. Ayniqsa sovuqsiz ziravorlari ta'miga ta'm qo'shyapti. Zebo, senga zo'r yangiligim bor. Senimni uzatamiz. Yaqinroq joygami? Ha, bir qadam Xorazmga. Sizga ham yangiligim bor. Siz yaqinda ota bo'lasiz. O, zo'r-ku. Ismim ham o'ylab qo'ydim, Yo'lchivoy. Nimaga Yo'lchivoy? Bu yurishimizda bola to'shni raddomda tug'ilmaydi, yo'lda tug'iladi. Assalomu alaykum oyijon, yaxshi dam oldinglarmi? Buningni zooparkda ishlaydi degding, uyga hayvon olib keladi demaganding-ku. Mani hidimga o'rganganda oyijon, ozgina katta buvosini berib yuboraman. Bu hali katta ham bo'ladimi? Dumaloqcham, o'zing shirinchomsan. Men bolamni ham bunaqa erkalamaganman-ey. Zebo, bu o'rtamizda uxlash shartmi? Bitta o'zi uxlashga qo'rqadi, endi 6 oylik. Zebo, soatimni ko'rmadingmi? Men qattan bilaman, turgandir o'sha yerda, qarasangiz-chi. Oyijon, bittaga ko'payishamiz. Bezakansiz, lekin xursand bo'ldim. Endi men ham nevara erkalataman, ha? Yo'q, unaqa mehmon emas. Qanaqa mehmon? Mana. Fil bilan jirafani olib kelmabsiz-da, kelin. Bo'ldi, olib kelaymi? Birga yashayverardinglar, o'g'lim bilan ketaverardinglar safarga. Ona, anu keliningizni maymunchasi depressiyaga kirib o'lib qopti-da. Yuring, dalda beraylik. Bir kun kelib maymunni janozasida o'tiraman deb o'ylamagandim. Mani ish uchun dieta qilyapsan-a? Oy, telefonimni ko'rmadingizmi? Hech qayerdan topa olmayapman. Telefon qil. Qo'limdan qayerdandir jinglayapti. Ha, ilon yetib yoribdi. Xavotir olmanglar, bir haftada hazm qilib chiqarib oladi. Kelin, ana shervatchingizga go'sht beruvdim, yemasdan menga qarab turdi. Ha, u kattaroq go'sht yeyish xohlaganda. Nafasingiz yana tushsin. Nima qilyapsiz? Idish yuvotdim. Nimada? Bavida. Buni qanaqa ishlatadi? Qarang, tog'oraga bavini solamiz, keyin qaynoq suv solamiz. Yuvilishga chirt bo'lib ketgan idishlarimizni solib 10 daqiqa kutamiz. Keyin sovuq suvda chayvoramiz, bo'ldi. Qarabsizki, 10 yildan bir yuvilmagan dog'li ham top-toza bo'ladi, qaling. Zo'r-ku. Eshitdingmi? Yugurmasam bo'lmaydi, tualetga ulgurmayman. Ulgurdingizmi? Kirmadim, lekin ulgurdim. Yangi uylarga moslashib qoldingmi? Adamni kuzatib qo'y. Yaxshi borib keling, adajon. Yaxshi o'tiringlar, men ishga ketdim. Qani, ketdi, toychoq. Ben senga tushuntirib beraman, sen o'ylagan narsa emas. Endi tushundim. Nogironsingizni davolatish uchun adash shu ish qilyaptilarmi? Vahima qilmang keyin. Bugun tunnelga chiqishim kerak edi, repetitsiya qilyapman. Bu uyda halol ishlab pul topadigan odam bormi? Bozorlardan savdo qildim bolamga deb. Vot, mana tuppa-tuzuk qo'shiq aytadigan odam bor ekan. Oyijon, ovozingiz shunaqa zo'r ekan. Qayoqda qo'shiq aytasiz? Bozorlarda bugun O'rizorga boraman, yaxshi pul tushadi. Ketaman. Men bunaqa mashayniklar bilan yasha olmayman. Mersmi? Adajon, yaqinda mer soluvdilar. Yaqinda menga ham uy olib berishdi. Iskandar Buildings, Yunusobod 16-kvartal ro'parasidan loyiha hozir 13-etajda 5-blok sotuviga start berilgan. Agar boshlang'ich to'lov qilsa, 2 oylik to'lov 5 million 700 mingdan ekan. Ana oyim ham lida kelib qoptilar. Doktor aka, kushabaqaning. Mana shu sendan yashirgan oilam. To'g'ri tushunaman. Bu oila senga to'g'ri kelmaydi. O'sha uchun mayli, xafa bo'lma, ketsang ketaver. Oy, Iskandar Buildings, Mers. Oyijon, sizlar sostavdagi точно bitta ko'rib keling kerak. Ertadan qaysi bozorga chiqamiz? Chorsa. Kelin sana qilmay, uxlab yotdi buning. Bu lunatik-ku, kechqurun tushida uy ishlarini qilib chiqqan, shunga charchab qolgan. Tushida ish qilib chiqqan. Qo'rqmang, oyi. Tushiga skrossda, shunga kelin salom qilyapti. Soat 2dami? Tushlasam ananas baqiryapti. Qattiq o'rotishlar. Uzr oyijon, tushimda ananas tishlayotgandim. Avcharkanmi nima balo? Endi nima qilyapti bu? Tushida kuchuklardan qochyapti. Tishlab olmasa bo'ldi ish qilib. Bugun tushiga nima kirdi? Tushimda bo'ri bo'lib qolman, qo'ylarni g'aji yeb tashadi. Bolam, qo'yimizni bo'ri yeb ketdi. Zebo, sen rostdan qo'ylarni g'ajibsan. Ehehey! Men ham baqiring. Baqir. Ha, bugun tushlariga uy ishlari kiritdimi deyman-da. Zo'ra. Kirlarni ham top-toza qilib yuvyapti. Mana shuni dog'ini ketkazolmadim. Nimada yuvyapti ekan, ha? Bu Bavida yuvadi-da. Buchi Germaniya mahsuloti. Allergiya bermaydi. Xriyamchi boshi og'ritmaydi. Maza qilib ishlatingiz bo'ladi. Ushing. Mana qarang, qo'liga ham hech nima qilmagan. Zo'r ekan-da. Da.
oya anu lunatik tomda yuribdi qarang. Qo'liga shupurgini ber, bir yo'la tommi shupurib chiqsin. Rostda. Nimaga tomdan o'zingni tashlading? Tushimda uchar sifirga topib oldim. Minib uchdim. Uyog'ini eslolmayman. Shupurgini tomni shupursin deb berdim. Olib uchib ko'rishni qaydan bilay?